Muammo istig'for so'zini aytishda emas. Muammo bu so'z sizni o'zgartirmaslikda. Ko'pchilik istig'for aytadi. Astag'firulloh, astag'firulloh deydi. Yoki o'zimizda til bilan aytganda tavba qilman deydi. Lekin bu so'z, tavba qilman degan so'z sizni gunohdan qaytarmasa hech qanday foydasi yo'q. Masalan, tavba qilman. Falonchi juda baxilta deysiz. Uchinchi shaxs haqida gapiryapsiz. Tavba qilman. Falonchi juda dangasa. Tavba qilman. Uni ko'rinishiga qarang. Tavba qilman. Juda qo'pol-a? Bu so'zlar insonni orqasidan aytilsa va u inson siz aytganingizni eshitgan bo'lsa, kimlardandir agar xafa bo'ladigan bo'lsa, bu g'iybat hisoblanadi. Bu g'iybat hisoblanadi. Alloh taolo bizga nima dedi? Wala yaghtab ba'dukum ba'do. Ba'zingizni g'iybat qilmasin dedi. Xo'sh, bu so'z sizni gunohdan qaytarmayapti-ku. Agar bu istig'for so'ziz, tavba qilman degan so'ziz yoki astag'firulloh degan so'ziz sizni gunohdan qaytarmasa, aslida bu so'z gunohdan qaytarilish uchun aytilgan so'z. Ya'ni haqiqiy istig'for insonni gunohdan tiyib qo'yadi. Agar siz astag'firulloh yoki tavba qilman deb bemalol gunohni, g'iybatni qilaversangiz, u sizni gunohdan qutqarmaydi. Aksincha, sizni gunoh bilan yashashga o'rgatib qo'yadi. Bu esa inson duch kelishi mumkin bo'lgan eng katta aldanishdir.